Hozir hech narsaga qaramasdan telefonni kamerasi shunday yoqib, YouTube uchun blogni boshlab yubordim. Buni kimdir ko'rishi mumkin, kimdir ko'rmasligi mumkin. Buni asosiy bu yoqda narsa nimada? Men o'zimda mana shu kuchni topib, YouTube uchun blogni boshlagandim. Hozir telefonga mikrofon ham taqqanim yo'q, hech narsa taqqanim yo'q. Shunchaki gapirib yubordim. Bugun nima haqida gapirmoqchiman? Hozir bitta podkast ko'rib tugatdim. Alohida mavzu podkasti Bek Olimjon aka, Azizbek Rahimov akamiz, ustozimiz, Temurbek Adhamovlar biza hayotimiz davomida eng kerak bo'ladigan mavzular haqida gaplashdi. Bugungi sanamiz 16-iyul 2026-yil. Sizlarga qisqacha shular bilan bo'lishmoqchiman. O'zimda bo'layotgan mana shu vaziyatlar, o'zimdan kechayotgan hissiyotlar, o'zimda bo'layotgan kamchiliklarni mana shu bitta podkast davomida ko'rdim. Ya'ni bizda asosiy narsa hozir O'zbekistondamiz, Toshkentda yashaymiz. Shuni hisobiga bizda misol uchun ovqatlanishda, uxlashda va sport bilan shug'ullanishda juda ham ko'p muammolar bor ekan. O'zim ham bildim. Misol uchun o'zim sun'iy intellekt bo'yicha ishlayman. Aynan mana shu media, marketing taraflama, ijtimoiy tarmoqlar bo'yicha ishlaganligimiz uchunmi, balki bu bahona bo'lishi mumkin. Ko'p telefonda o'tiramiz, kech uxlaymiz, kech turamiz. Shuni hisobiga kunimizda baraka yo'qdek tuyulyapti. Endi hozir bu podkastni ko'rdim. Podkastni ko'rganimdan keyin hozir o'zida mana shu videoni olyapman. Endi men misol uchun sog'ligimga e'tibor bermoqchiman. Chunki sog'lik inson uchun eng muhimi va yana bitta narsani tushundim. Menda bitta narsa bor. Birinchi o'ringa o'zimni emas, yaqinlarimni birinchi o'ringa o'zimni emas, mana shu o'zim yaxshi ko'rgan insonlarni qo'yaman. Bu yoqda zo'r bitta insight oldim. Inson egoistroq bo'lishi kerak deb aytishyapti. Ya'ni buni Bek Olimjon aka aytdi. Nima uchun? Inson egoist bo'lishi kerak. Inson birinchi o'rinda o'ziga qarash kerak. Sog'ligiga, moliyaviy tarafdan, bilimiga qarash kerak. Insonni o'zida bo'lmasa boshqalarga bera olmaydi. Shuning uchun birinchi o'rinda egoistroq bo'lib, o'zini sog'ligiga qaraydi. O'zini birinchi moliyaviy tarafdan to'g'rilaydi. O'zini misol uchun bilimlarini rivojlantiradi. Bu orqali oilasiga yordam bera oladi. Misol uchun sog'ligi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, sog'lik taraflama unga o'rnak bo'la oladi. Bilim yaxshi bo'ladigan bo'lsa, misol uchun turmush o'rtog'ida farzandlari bo'lishi mumkin, ularga o'rnak bo'la oladi. Har taraflama biz taqiq qo'yish o'rniga o'rnak bo'lib, ularga yo'l ko'rsatadigan bo'lsak, ularni o'rganishi yana ham oson bo'lar ekan. Shuning uchun sizlarga ham tavsiya qilaman, avvalo o'zimiz o'rnak bo'lishga harakat qilaylik. Har taraflama bilim, moliyaviy tarafdan, sog'lik taraflama, har taraflama o'rnak bo'lib, ularga, yaqinlarimizga, farzandlarimizga mana shu yaxshi bilimlarni o'rgatishga harakat qilaylik. Shu taraflama egoist bo'lsak, qolgan taraflama ham rivojlanib ketadi. Egoist deganda faqat o'zini o'ylashni nazarda tutmayapman. Egoist deganda mana shu hozir sizlarga aytib bergan narsalarni nazarda tutyapman. Bu yoqda o'zim uchun kerak bo'ladigan ma'lumotlarni ham yozib oldim. Bugungi ko'rishimiz kerak bo'lgan podkast ko'rib tugatdim. Hammaga rahmat. Endi Xudo xolasa videolarni balki davomiy chiqarib turarman. Endi bilmadim. Vaziyatga qarab harakat qilaman. Mana shu o'rganayotgan bilimlarimni chiqarib olishga. Bu yoqda kimdir ko'rishi, qancha like, qancha prosmotr bo'lishi men uchun u darajada muhim emas. Sog' bo'lasizlar.